Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Bu darsimizda siz bilan koreys tilidagi juda ham katta mavzuni birgalikda o'rganamiz. Koreys tili o'rganuvchilari bu mavzularda juda ham qiynalishadi. Nafaqat koreys tili o'rganuvchilari, barcha chet tillarini o'rganuvchilar bu mavzularda bir qancha qiyinchiliklarni boshdan kechirishadi. Va men bugungi darsimizda sizga mana shu mavzularni to'liq yoritib berishga, o'rgatib berishga harakat qilaman. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Demak, fe'l so'z turkumiga qo'shiladigan i, xi, ri, gi, u qo'shimchalari. Bu qo'shimchalarimiz fe'lga to'ngsaga qo'shilgan paytida to'ngsamiz sadongsaga aylanib qoladi. Ya'ni o'zbekchasiga orttirma nisbat. Bilamiz, fe'llarning nisbatlari bor. O'zbek tilida fe'llarning 5 xil, 5 ta nisbati bor. Koreys tilida bo'lsa, ko'pchilik grammatikalar shaxslar va ko'plik birlikka qaramasdan foydalanilgani tarjimada ham mana shuni ko'rsatgani uchun biz koreys tilida asosan umumiy qilib 3 ta nisbatni olishimiz mumkin. Bizda o'zbek tilida bo'lsa 5 ta nisbat bor. Darsimiz davomida albatta bu nisbatlarning farqlarini ham hammasini gaplashib o'tamiz. Keling, hozir bo'lsa orttirma nisbat haqida qisqacha gaplashamiz va u haqida misollar ko'rib, keyin qoidalarga o'tamiz. Xo'p, orttirma nisbat qachon ishlatiladi? Ish harakatni bajaruvchini o'zi emas, uni ta'siri orqali boshqa odamlar, boshqalar bajaradi. Mana shu paytda orttirma nisbatlar ishlatiladi. Ya'ni gapirayotgan odam o'zi ish harakatni bajarmaydi. Uni ta'siri ostida boshqa odamlar bajaradi. Boshqa odamlarga qildiradi mana shu ishni. Tarjima qilayotgan paytda o'zbek tiliga o'sha fe'llarimizdan keyin, o'zagidan keyin dir, tir, gaz, qaz, ar, giz qo'shimchalarini qo'shgan holatda odatda tarjima qilib ifodalanadi. Keling, masalan, bu yerda ko'ramiz. Masalan, churgunalti aynan otokkeyu ishga ketayotgan paytingizda bolangizga nima qilasiz? Orinichibe makkiyoyu. Bolalar uyiga topshiraman deyapti. Demak, mana shunday holatda bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, makkida so'zi bu orttirma nisbat so'z hisoblanadi. Keling, endi grammatikamizni to'liq bu yerda qoidalar bilan, misollar bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, yanada aniqroq tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana bizda qo'shimchalarimiz sadongasi beradi bizga. Demak, men aytib o'tdim, koreys tilida umumiy qilib biz 3 ta nisbatni olsak bo'ladi. Mana shu nisbatlarni men sizga demak yozib ko'rsatib beraman. Birinchimiz bizda ningdong bo'ladi. Ikkinchi nisbatimiz bo'lsa pidong bo'ladi. Uchinchi nisbatimiz bo'lsa mana siz bilan o'rganyapmiz sadong. Demak, bizda birinchisi ningdong bu aniq nisbat desak bo'ladi. Pidong bo'ladigan bo'lsa majhul nisbat. Qisqartirib yozaman. Sadong bo'ladigan bo'lsa hozirgina ko'rdik, orttirma nisbat. Buni belgilar bilan ajratamiz. Nima farqlari bor? Aniq nisbat ish harakatlar hammasi egasi hammasi aniq bo'ladi. Masalan, men maktabga boraman. Biz hozirgacha juda ko'p gaplar tuzib kelamiz koreys tilida, foydalanamiz. Ularning juda katta qismi aniq nisbat hisoblanadi. Ya'ni barcha ma'lumotlar aniq beriladi. Pidong bo'ladigan bo'lsa majhul nisbatda gapni egasi noma'lum bo'ladi. Ish harakati amalga oshaveradi, uni kim bajarayotgani noma'lum. Egasini topishning imkoni bo'lmaydi. Mana shu holatda majhul nisbat ishlatiladi. Orttirma nisbat bo'ladigan bo'lsa, harakatni bajaruvchini o'zi bajarmaydi, uni ta'siri ostida boshqa odamlar bajaradi. Mana shu orttirma nisbat bo'ladi. Masalan, aniq nisbatga gap tuzadigan bo'lsak, o'zbek tilida, masalan, men ovqat yeyapman. Aniq nisbat, hamma ma'lumotlar aniq. Kim yeyapti? Men yeyapman. Nima yeyapman? Ovqat yeyapman. Hamma ma'lumotlar aniq berilgan paytida aniq nisbat, demak, foydalanilgan bo'ladi. Pidong bo'ladigan bo'lsa majhul nisbat, masalan, ovqat yeyildi. Kim yedi? Bilmaymiz. Yeyilganini bilamiz xolos, lekin kim yeganini bilmaymiz. Egasi noma'lum bo'lsa majhul nisbat. Eshik ochildi deymiz. Oyna yopildi. Bilmaymiz kim qilganini u ishni. Mana shu paytda majhul nisbat, demak, fe'llari ishlatiladi. Sadong bo'ladigan bo'lsa orttirma nisbat. Egani o'zi bajarmaydi. Egani ta'siri ostida boshqa odam bu ishni qiladi. Masalan, yedirdi deysiz. Tiktirdi deysiz. Kiyintirdi deysiz. O'sha kiymoq so'ziga sadong qo'shilyapti, kiyintirmoq so'ziga kelyapti. Ya'ni kiymoq so'zini kiyishni egani gapirayotgan odamni o'zi bajarmayapti. Boshqa odamga bajartiryapti. Ya'ni boshqa odam kiyyapti shuni, gapirayotgan odam kiyintirganida, ya'ni gapirayotgan odam ta'siri ostida o'sha ish harakat boshqa odamda amalga oshyapti. Mana shunday holatda orttirma nisbat ishlatiladi. Bu yerda ham ko'radigan bo'lsangiz, bizga endi qoidasini tushuntirishga harakat qilgan. Sadong imiral natanemyo, choye, mukchoge, chikchop Otong hingdongul xalti so'nganda. Ya'ni orttirma nisbat ma'nosini ifodalar ekan va ega boshqa odamga bevosita qanday ish harakatni qildirayotgan paytda ishlatiladi. Ya'ni ega boshqasiga bir ish harakatni bevosita o'zi qildirar ekan. Bevosita o'sha ishni u odamda, u narsada qilar ekan. Mana shu holatda demak orttirma nisbat ishlatiladi deb aytib ketyapti.
Keling endi siz bilan so'zlarni tarjimalarini ham ko'rib chiqadigan bo'lsak, ancha o'zi orttirma nisbat haqida sizda tushuncha paydo bo'lib qoladi. Keyin misollar bilan ko'rgan paytimizda yana men sizga qoidalarni, hozirgi aytib ketilgan qoidalarni misollar bilan yaxshi ko'rsatib tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, bizda mana to'ngsa fe'llar bilan qo'shamiz. Mokta. Bu yerdagi birinchi qatordagilar birinchi qatordagilar bular so'zlar aniq nisbatda berilgan. Ikkinchi qatordagilar bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkinchi qatordagilar orttirma nisbatda berib ketilgan. Va yana mana shu o'rinda bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Demak, mana fe'l so'z turkumimizga ixirigi u qo'shimchalari qo'shilgan paytida fe'limiz orttirma nisbat fe'liga aylanar ekan. Endi bu ixirigi qo'shimchalarini biri qo'shiladi xolos. Ya'ni barchasi qo'shilmaydi fe'lga. Hamma fe'lga har bittasidan biri qo'shiladi va aynan fe'limiz agar oxiri bu harf bilan tugaydigan bo'lsa i qo'shamiz, mana bu harf bilan tugagan bo'lsa xi qo'shamiz degan aniq bir qoida yo'q. Ya'ni biz mana bu tabitsani yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, i ishlatiladigan holatlari aniq bir qoida yo'q. Xi ishlatiladigan aniq bir qoida yo'q. Mana shuni shundoqligicha yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu qo'shimchalardan biri qo'shilgan holatda fe'limizni orttirma nisbatga aylantirib beradi. Xo'p, ancha tushunib olgan bo'lsangiz, keling endi boshlaymiz. Mokta degani yemoq, mogida bo'lsa yedirmoq. Chukta o'lmoq, chugida o'ldirmoq. Putta yopishmoq, putchida yopishtirmoq. Talaffuzlarga ham e'tibor berib keting. Qilta qaynamoq, krida bo'lsa qaynatmoq. Biz krida so'zini yodlaganmiz. Puchida so'zi bilan birgalikda boshlang'ich darajalarda mana shu so'zni o'zi aslida orttirma nisbat bo'lgan. Biz orttirma nisbatini bilmasdan yodda foydalanib yurganmiz hozirgacha. Poda ko'rmoq, poyida bo'lsa ko'rsatmoq. Ikkita o'qimoq, ilkida bo'lsa o'qitmoq. Ipta kiymoq, ippida bo'lsa kiydirmoq. Anta o'tirmoq, anchida o'tkizmoq. Nupta yotmoq, nuppida yotqizmoq. Matta to'g'ri, mos degani matchida bo'lsa o'sha to'g'rilamoq, ya'ni agar tabil matchida ko'rinishi keladigan bo'lsa to'g'ri javob topmoq, to'g'ri topmoq degan ma'noda ham ketadi. Salda yashamoq, sallida bo'lsa yashatmoq, ya'ni dunyoga qaytarmoq degan ma'noda ham, tiriltirmoq degan ma'noda ham tushunsangiz bo'ladi, foydalansangiz bo'ladi. Alda bilmoq, allida bildirmoq, ma'lumot bermoq. To'lda aylanmoq, to'llida bo'ladigan bo'lsa aylantirmoq. Ulda yig'lamoq, ullida yig'latmoq. Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, mana i qo'shiladigan so'zlarni ko'rdik, xi qo'shiladiganini ko'rdik, li qo'shiladiganini ko'rdik. Endi ki qo'shiladiganini ko'ramiz. Potda yechmoq, pokkida yechintirmoq. Shinda kiymoq, oyoq kiyimlarni, shingida kiygizmoq. Utta kulmoq, ukkida kuldirmoq. Matta o'z zimmasiga olmoq, makkida bo'lsa topshirmoq, boshqasini zimmasiga topshirish. Makkida so'zini ham biz juda ko'p foydalanganmiz boshlang'ich darajada. Navbatdagisi kamda, kamgida. Bu so'zda endi bir nechta ma'nolari bor. Ko'p chiqadiganlaridan yummoq ma'nosi bor. Masalan, ko'zni yumish. Kamda yummoq, kamgida bo'lsa yumdirmoq. Yoki boshni yuvish ma'nosi ham bor. Moriril kamda bo'ladigan bo'lsa, demak, kamda yumoq, kamgida yuvdirmoq boshini. Yoki yuvintirmoq desangiz ham bo'ladi. Shitda yumoq, shikkida yuvdirmoq. Navbatdagisi bizda u ishlatiladigan holatlar ketyapti. Chada uxlamoq. Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, so'z tarkibi ham o'zgaradi. Chevuda demak uxlatmoq. Soda to'xtamoq ma'nosi ham bor, tik turmoq ma'nosi ham bor, to'xtamoq ma'nosi ham bor. Sevuda bo'lsa to'xtatmoq. Charil sevuda qilib biz boshlang'ich darajada ko'p o'rganganmiz so'zni, mashinani to'xtatish. Tada minmoq, teuda bo'lsa mindirmoq. Mashinaga chiqazib yuborasiz, mana shu teuda. Sidan ham ma'nolari ko'p, masalan foydalanmoq, seuda bo'lsa foydalanilmoq deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Yo'q, foydalantirmoq. Foydalantirmoq. Uzr, men tarjimada adashdim. Navbatdagisi keda uyg'onmoq, keuda uyg'otmoq bo'ladi. Mana shunday holatda demak aniq nisbatdagi so'zlarimiz, mana biz doim foydalanib kelgan so'zlarimiz mashhur nisbatga emas, uzr, orttirma nisbatga demak aylanib qolyapti. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, bizda so'zlar ketyapti, bu yerda gaplar o'qib ko'ramizda va yana ma'nosini yaxshiroq tushunishga harakat qilib ko'ramiz. Qarang. Risaga Xvanjayiga yagil mogyosoyo. Shifokor bemorga dori ichtirdi. Nima deb tushunishimiz kerak endi? Mana bu shifokor mokta ish harakatini o'zi bevosita bajarmadi. Ya'ni gap bu Isa bajaruvchi ish harakatini o'zi bajarmadi. Mana bu odam
qildirdi. Ya'ni mana bu bemor dorini ichdi, shifokorni ta'sirida. Shifokor mana shu ishni qildirdi. Shifokor ta'sirida qildi mana shu ishni. Mana shuni tushunishimiz kerak orttirma nisbat. Ko'yangiga chiviril chugossoyo. Mushuk sichqonni o'ldirdi. Ya'ni sichqon o'zi o'lmadi, sichqon mana bu mushuk ta'sirida o'ldi. Tushunasizmi? Mana shunday narsani tushunishimiz kerak. Navbatdagisi. Sonsinimi haksengdiriga chegil ilkossoyo. Ustoz o'quvchilarga kitobni o'qitirdi. O'quvchilar kitobni o'qishdi, ustozning ta'sirida bo'ldi mana shu ish. Ustoz o'zi o'qitmadi, boshqalarga qildirdi mana shu ishni. Ustozning ta'sirida boshqalar mana shu ishni qilishdi. Boya ham qoidada aytib o'tdik biz, harakatni bajaruvchini o'zi qilmaydi. Ya'ni ustoz o'zi o'qigani yo'q. Uni ta'sirida boshqalar qiladi. Ya'ni ustozning ta'sirida mana o'quvchilar o'qidi. Bu yerda mushuk o'zi o'lib qolgani yo'q. Mushukning ta'sirida sichqon o'ldi. Bu yerda shifokor o'zi dorini ichgani yo'q. Shifokor ta'sirida bemorlar dorini ichishdi. Mana shu narsa orttirma nisbat bo'ladi. Navbatdagisi. Ommaga ayyega tatidan o'sil ipyossoyo. Oyi bolaga issiq kiyimlarni kiygizdi. Mana bu bajaruvchi o'zi ish harakatini bevosita qilmadi, ya'ni o'zi kiyinmadi. Buni ta'sirida boshqa odamlar qilishdi, ya'ni oyini ta'sirida bola kiyindi. Mana shunday ma'noda tushunishingiz kerak. K esa sonsinimi chugokadon xvanjaril salyotta, salyossoyo. U shifokor, demak, sonsinim so'zi bu yerda ishlatilyapti. Endi o'sha bu so'zni ko'p ma'nolarda ishlatishadi. Sizdan ko'ra bilimi yuqori bo'lgan katta bir mutaxassislarga nisbatan ham sonsinim so'zini ishlatsangiz bo'ladi. Esa sonsinim ko'rinishida. Demak, o'lib ketayotgan bemorni tiriltirdi deyapti. Mana bu shifokor o'zi tirilmadi. Shifokorning ta'sirida bemor tirildi. Mana shu narsa demak orttirma nisbat bo'ladi. Yoki-da sonsinimi haksendiriga shiom ko'lgvaril allyotshossoyo. Ustoz o'quvchilarga imtihon natijalarini bildirib berdi. O'zi bilib olmadi, o'quvchilarga bildirdi mana shu ishni. O'quvchilar bilib olishdi, kimning ta'sirida? Ustozning ta'sirida. Chega chinguye mojaril pokkossoyo. Men o'rtog'imning bosh kiyimini yechtirdim deyapti. Ya'ni bosh kiyimini yechib tashladi. O'zini bosh kiyimi yechdimi? Yo'q. O'rtog'ini bosh kiyimi yechdi. O'rtog'ida mana shu ish bo'ldi. Kimning ta'sirida? Bu gapirayotgan odamning ta'sirida. Navbatdagi gapimiz ommaga ayyega yangmaril shingossoyo. Oyi bolaga yangmal degani naski, paypoqni kiydirdi. Oyi o'zi kiyib oldimi? Yo'q. Bola kiydi. Kimning ta'sirida? Oyini ta'sirida. Mana shu demak orttirma nisbat bo'ladi. Ya'ni onaning ta'sirida bola paypoqni kiydi degan gapingizni agar sal chiroyliroq gap aylantiradigan bo'lsangiz, oyi bolaga paypoqni kiydirdi bo'ladi. Mana shu orttirma nisbat bo'ladi. Ommaga ayril chevoyo. Oyi bolani uxlatyapti. Ona o'zi chada qilayotgani yo'q, bolani qilyapti. Va onaning ta'sirida bola uxlayapti. Mana shu narsa orttirma nisbat bo'ladi. Kyongchari shinoril ogincharil sevossoyo. Demak, politsiya xodimi belgilarini buzgan mashinani to'xtatdi. Politsiyani o'zi soda qilmadi, politsiyani o'zi to'xtamadi, politsiyachi to'xtatdi. Ya'ni bu yerdagi mashina to'xtadi, kimning ta'sirida? Kyongchalning ta'sirida. Mana shunday ma'noda demak orttirma nisbatni foydalansak bo'ladi. Keling endi qo'shimcha yana misollar ko'rib yaxshiroq tushunishga harakat qilamiz va qoidalarni ham keyin oxiriga yetkazib qo'yamiz. Chulchu ramyonina kriyomogulkayo. Demak, agar qorningiz och qolgan bo'lsa, ramyon bo'lsa ham qaynatib yeymizmi? Mana bu yerda krida so'zi qaynatmoq ishlatilyapti. Komsaril xiyanikka xvanjaril chimte nupiseyo. Tekshirishimiz kerak bo'lgani uchun bemorni kravatga yotqizing. Bu yerda demak nupida yotqizish so'zi ishlatilyapti. Chono oryossilte changnani shimeso tongsengil chaju ulyossoyo. Men yoshlik paytimda hazillarim juda ham jiddiy bo'lgani uchun ukamni tez-tez yig'latganman. Changnan degani ham hazil, nongdam degani ham hazil edi. Nongdam odatda gap bilan bo'ladigan bir hazillar. Changnan deganda har xil qo'pollik hazillari bo'ladi-yu. Mana shu narsa odatda tushuniladi. Pigaunika ayega changvaril shingiseyo. Yomg'ir yog'ayotgani uchun bolaga changhva degani, demak, yomg'ir oyoq kiyimlari mana shularni kiydirib qo'ying deyapti. Demak, mana shu o'qigan gaplarimiz orttirma nisbatlar dedi. Sizga men birato'la vazifa berib ketaman. Biz bu yerdagi rasmlarga qarab turib, orttirma nisbat so'zlarini yodlab olganimizdan keyin mana shu yodlagan orttirma nisbat so'zlarimiz ishtirokida gaplar tuzishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bular mana bu qiz muzqaymoqqa
orttirma nisbat so'zini ishlatgan holatda mogida, yedirmoqni ishlatgan holatda gap so'z beryapti. Kamga kolning ayegi ice creamel mogimyon antveyo. Shamolab qolgan bolaga muzqaymoq yedirsa bo'lmaydi. Mana mogida so'ziga chiroyli gap so'z beryapti. Muzqaymoqni ishtirokida. Bu qiz bo'ladigan bo'lsa, mana kiyim haqida ippida so'ziga kiydirmoqqa gap so'z beryapti. Ayiga yorinamyon shivonan osil ipyoya heyo. Bolani agar issig'i chiqsa, unga yupqaroq, salqinroq kiyimlarni kiydirish kerak deyapti. Siz ham qolganlarini har xil gaplar tuzsangiz bo'ladi. Albatta siz mana bu kiyim bilan muzqaymoqqa ham bundan ko'ra boshqa misollar tuzib beradigan bo'lsangiz, jami 7 ta og'zaki gap tuzib beradigan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi bo'ladi. Bularni avval o'zingiz ideyalarni topib oling va hammasini bizga guruhingizga og'zaki shaklda jo'natib bersangiz, biz tekshirib beramiz. Aynan qanday orttirma nisbatli gaplar tuzishingiz bizga juda ham qiziq. Va mana shu gaplarni tuzayotgan paytda odatda qanday orttirma nisbat gaplar tarkibi tuzilib ketishi haqida men hozir sizga qoidalarni o'rgataman. Sadongsaning tango katta munjangesu sinda. Orttirma nisbat so'zlarimiz odatda mana shunday gaplarda, quyidagicha gaplarda ishlatiladi deyapti. Gapni tuzilish strukturasini o'rganib oladigan bo'lsangiz, orttirma nisbat gap tuzish holati bo'lib qolgan paytda, kerak bo'lgan paytda mana shu turlardan birini tanlasangiz bo'ladi. Birinchisi qarang, otlarga qo'shilyapti. Birinchi otga qo'shilyapti i, ikkinchi otga qo'shilyapti ilril. Fe'lga qo'shilyapti orttirma nisbat qo'shimchasi. Ya'ni qanaqa gap so'zimiz? Birorta narsa, qanaqadir narsani nimadir qildirmoq. Ko'rinishida odatda orttirma nisbat gaplari ko'p kelar ekan. Masalan, oje chega mugiril chugossoyo. Men kecha chivinni o'ldirdim. Mana bu yerda birinchi otimiz iga qo'shilyapti, ikkinchi otimiz ilril qo'shilyapti, fe'l. Unga ixirigi orttirma nisbat qo'shilyapti. Keyingisi komedioni saramdiril chal ukyoyo. Bu demak komediyachi, ya'ni qiziqchi desangiz ham bo'ladi, odamlarni yaxshi kuldiradi. Mana birinchi otimizga iga, ikkinchi otimizga ilril va orttirma nisbat fe'li. Tekshi kisaga tekshiye sonimil tevoyo. Demak, taksi haydovchisi taksiga mijozni chiqardi deyapti. Demak, mana birinchi so'zimizga i, ikkinchisiga ilril, keyin demak majhul nisbat qo'shimchalar. Mana shu ko'rinishda demak majhul nisbat gaplari asosan juda ko'p ishlatiladi. Bu birinchi turimiz. Ikkinchisi, birinchi otimizga i qo'shamiz, ikkinchi otimizga ega, uchinchi otimizga ilril, keyin fe'lga orttirma nisbat. Qanday gaplar tuzamiz bunda? 3 ta ot ishtirok etyapti. Birorta narsaga nimadir narsani nimadir qildirdi degan paytda odatda gap so'z bo'ladi. Masalan, to'ngsengi ko'yangiyagi uyuril mogyoyo. Ukam mushukka sutni ichiradi, yediradi degan ma'noda. Ya'ni mana birinchi otimiz iga qo'shyapmiz, ikkinchi otimiz ega qo'shyapmiz, uchinchi otimiz ilril qo'shyapmiz. Keyin orttirma nisbat fe'li. Mana shunday ko'rinishda ham juda ham ko'p gaplar chiqadi orttirma nisbatda. Kanusaga xvanjayega xvanja bogul ipyossoyo. Demak, hamshira bemorlar kiyimini kiydirdi. Mana birinchi otimizga iga, ikkinchisiga ega, uchinchisiga ilril, to'rtinchisiga bo'lsa majhul nisbat so'zimiz. Navbatdagisi ommaga chulgunalte yopchi ajumoniyaga ayiril makkiyoyo. Oyisi demak ishga ketayotgan paytda yonidagi xolaga bolasini topshiradi. Mana shu ko'rinishda odatda orttirma nisbat gaplari juda ko'p ishlatiladi. Uchinchi holatimiz bo'ladigan bo'lsa, birinchi otimizga iga, ikkinchi otimizga i, ya'ni ning qo'shimchasi, uchinchi otimizga ilril, to'rtinchi otimizga bo'lsa orttirma nisbat qo'shimchalari. Ya'ni qanday gap tuzamiz? Birorta narsa nimadir narsasini nimadir qildirdi degan ma'noda gaplar tuzsangiz bo'ladi. Masalan, omoniga ayye sonil shikyoyo. Oyi bolaning qo'lini yuvdirdi. Mana birinchi otimizga iga, ikkinchisiga ning, uchinchisiga n, ya'ni ilril qo'shimchasi va orttirma nisbat. Nunaga to'ngsenga shinbaril pokkossoyo. Opasi, demak opa ukaning oyoq kiyimini yechtirdi. Mana birinchisiga iga, ning qo'shimchasi, tushum kelishiga ilril va orttirma nisbat. Yokida Myongsaga sunnime moriril kamgyo chossoyo. Mana kamgidani boya aytgandim, yuvoq ma'nosi ham bor deb. Demak, sartarosh mijozning boshini yuvib qo'ydi degan ma'noda, yuvdirdi degan ma'noda tushunsangiz bo'ladi. Xo'p. O'ylaymanki, bu sizga tushunarli bo'ldi. Asosan mana shu 3 ta holatda orttirma nisbat gaplarni kuzatishingiz mumkin. Tepadagi gaplarni ham agar o'qib ko'radigan bo'lsangiz, mana masalan iga,
ning qo'shimchasi ilril, keyin orttirma nisbat. Hozirgina men bu yerda ko'rgan mana 3-holatimizga tushyapti. Ya'ni odatda mana shu 3 ta holatda tushadi. Qolgan gaplarni ham o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mabodo orasiga boshqa so'zlar ham qo'shilib qolgan holati bo'lishi mumkin, lekin aynan mana shu asosiy tarkib ishtirok etadi. Siz ham albatta u demak tarkibga gaplar tuzib ko'ring. Mana shu tartibdan buzmagan holatda juda ham qiziqarli, chiroyli gaplar chiqadi. Va o'sha orttirma nisbat so'zlarini yodlab olishingizga ham juda yaxshi yordam beradi. O'zi aslida mana shu yerda yozilgan barcha orttirma nisbat so'zlariga bittadan gap tuzib chiqsangiz juda ham yaxshi esingizda qoladi. Agarda bu mashqni qiladigan bo'lsangiz, bu mashq ixtiyoriy mashq. Albatta mana bu 3 ta qoida esingizda qolsin. Mana shu 3 ta qoida bo'yicha gaplaringizni, demak so'zlaringizni gaplarga aylantirsangiz bo'ladi. Qo'shimcha yana qoidalar ketyapti bizda. Sadongsaning tana saramiga yeril shikining oshimro, avo chudaril, toputyoso, sengal tegamanta. Orttirma nisbat so'zlarida biz odatda boshqa odamga qandaydir harakatlarni buyurar ekanmiz. Shuning uchun ham avochuda grammatikasi qo'shilib birgalikda ishlatiladigan paytlari juda ham ko'p deyapti. Masalan, po'yida degani ko'rsatmoq, ko'pincha po'yochuda qilib ham ishlatiladi demoqchi, ya'ni ko'rsatib bermoq. Mogida yedirmoq, mogyochuda yedirib bermoq. Ya'ni o'sha odam uchun ko'rsatish, o'sha odam uchun yedirish degan ma'noda. Tevuda chiqazishida mashinalarga tevochuda bo'lsa, chiqazib qo'yish degan ma'noda tushunsangiz bo'ladi. Tevudani o'zi tada so'zini ma'nolari ham anchagina bor. Ko'p chiqadiganlardan o'sha boshlang'ich darajada transportlarga chiqish. Qayiqqa, samolyotga, hamma transportlarga chiqishga foydalansangiz bo'ladi. Tevuda bo'lsa shu chiqarib qo'yish. Yana bitta ma'nosi tadani demak yonish ma'nosi ham bor. Tevuda bo'lsa yondirish ma'nosida ham ketadi. Yoki isish, isitish ma'nosida ham ketadi. Pikkida bo'ladigan bo'lsa, demak pitta degan o'zi taramoq, pikkida bo'lsa demak taratmoq, tarab qo'yish. Pikkochida mana tarab qo'yish. Yog'monul po'yochuseyo. Pasportingizni ko'rsating deyapti. Chega dongsengiga uyurul moqqa chossoy. Men ukamga sut ichirib qo'ydim. Chajongoye chorul chom tevochuseyo. Velosipedga iltimos meni chiqarib qo'ying. Omonini achimada che moriril pikkochossoy. Oyim har ertalablari meni sochimni tarab qo'yardilar deyapti. Mana shunday ko'rinishda demak grammatikamizni avochuda grammatikasi bilan ko'p ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yana bizda bitta qo'shimcha qoida ketyapti bu yerda. Tongsaye ihirigi urul putyoso mudu sadongsaral mandil sunun anigo ihirigi uchu ivedo ke xadaril putoso sadongsaral mandil suitta. Demak, orttirma nisbat yasayotgan paytimizda bir nechta qo'shimchalar bor aslida. Faqatgina ihirigi uchu qo'shimchalari ishtirokidagina orttirma nisbat qo'shimchalarimiz, gaplarimiz tuzilmaydi. Chunki bu yerda biz tablitsani ko'rib o'tdik. Mana shu so'zlar bor xolos. Yana ba'zilari bor, bu yerga yozilmagan. Lekin eng asosiy ko'p ishlatiladiganlar mana shular. Endi biz bundan boshqa so'zlarga ham orttirma nisbat tuzsak bo'ladi-ku. Masalan, ilhada ishlamoqqa ishlatmoq ko'rinishida. Ya'ni boshliqni ta'siri ostida boshqa ishchilar ishlasa. Ilhada so'zi lekin bu yerda yo'q. Aslida biz agar ixirigi ishlatilmagan so'zlar bo'ladigan bo'lsa, ixirigi so'zlari bilan foydalanmaydigan so'zlarimiz bo'lsa, ya'ni tablitsada yo'q so'zlar, ularga mana bu ke, hada so'zi grammatikasini foydalangan holatda mashhur nisbat so'zlarni yasasak bo'ladi. Ilhada yo'qmi tablitsada, demak o'zingiz tutsangiz bo'ladi. Ilhage hada ishlatmoq degan ma'noda. Yoki da mandil degan so'z yo'qmi? Tayyorlamoq, mandilga hada, tayyorlatmoq ko'rinishda ke hada grammatikasi bilan o'zingiz xuddi hozirgi o'rgangan orttirma nisbatimizni gaplarini tuzib, mana shu orttirma nisbatni ifodalab bersangiz bo'ladi. Albatta buni ham qo'shimcha e'tiborga olib qo'yamiz. Davom etadigan bo'lsak, men sizga endi uyga vazifalar berib ketaman. Avval birinchi o'rinda bu so'zlarni hammasini yodlab oling. Jami 22 ta so'z ekan. Hammasi yodlab chiqqaningizdan keyin bu yerga orttirma nisbat ko'rinishi yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Chukda o'lmoq, bu yerga o'ldirmoqni yozishingiz kerak. Chada uxlamoq, bu yerga uxlatmoqni yozishingiz kerak. Juda ham qiziqarli bo'ladi. Buni slovardan ko'chirib yozib chiqqaningiz umuman foydasi yo'q. Avval yodlab oling, keyin o'zingiz eslab qolganingizcha yozing. Esingizda qolmagan slovarga qarab yana yodlab olib, keyin yana yozib qo'ying. Keyingiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda siz demak orttirma nisbat so'zlarimiz ishtirokida gaplarni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Hvanchanin paril sijim o'teso kanusaga mishikil moqqa jumnida. U bemor qo'lini ishlata olmagani uchun demak hamshira unga ovqatni yedirib qo'yadi degan ma'noda juda ham chiroyli gap tuzishgan. Siz ham qolganlarni xuddi mana shunday holatda gapni mazmunidan kelib chiqib so'z tanlashingiz kerak. So'z odatda mana shu 22 ta so'zdan qaysidir biri ishlatiladi. Shuning uchun ancha oson bo'ladi bu yerdagi so'zni topish sizga. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, navbatdagi mashqimiz bu yerdagi gaplarni demak
Pugvakatchi tilning osil almakka ko'chisiyo. Noto'g'ri qismi bor ekan, shu noto'g'ri qismini to'g'rilashimiz kerak ekan. Chinguga so'rak saniso chigin sajini nayiga pua chossoyo. O'rtog'im so'rak tog'ida tushgan rasmni menga ko'rsatdi demoqchi bo'lsangiz, ko'rsatmoq poda emas, poida bo'lardi. Demak, poyo chossoyo ko'rinishda aytishimiz kerak bo'ladi. Keyingilari ham xuddi shunaqa. Xiaomi'ni o'nil kiyoshireso aju unnin maril hessoyo. Xiaomi bugun xonada juda kulayotgan gapni aytdi. Yo'q, kuldiradigan gap aytdi. Uttani orttirma sifatini bu yerga qo'yib turib, ukkida qilib, ukkinin maril hessoyo qilib tagiga mana bunday chizib turib, noto'g'ri qismini tagiga chizib turib yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Har bitta gapini ko'chirib chiqishingiz shart emas. Mana shu noto'g'ri joyini tagiga chizib, tagiga to'g'ri variantini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bularni barchasini bajarib chiqqaningizdan keyin hammasini rasmga olib tashlab, o'qib, tarjima qilib berish ham albatta esingizdan chiqmasin. Navbatdagi mashqimiz. Mavzu juda ham katta bo'lgani uchun, albatta mashqlar ham shunga yarasha ko'p. Har xil tomonlama sizga mavzuni yaxshi o'rganib olishingizga harakat qilingan. Bu yerda dialoglarni to'ldirishimiz kerak ekan. Chibi ongmangine, chongsugi chom to'lyogesso. Uying rosa tartibsiz bo'lib ketibdi. Pilisos qilib olishimiz kerak, bitta tozalab olishimiz kerak. Desa o'rtoq aytayapti yoki kimdir aytayapti suhbatdoshi. Chigimin anteyo, hozir bo'lmaydi. Agiril cheoya hagodinyo, bolani uxlatishim kerak-ku deyapti. Demak, mana bu yerda cheuda so'zi ishlatilyapti. Siz ham qolganlarida kirili so'zni o'zingiz topib, bu yerda dialoglarni to'g'rilashingiz kerak, tugatishingiz kerak va aynan kirili so'z yuqorida ko'rgan 22 ta so'zimizdan biri bo'lish ehtimoli juda ham katta. Navbatdagisini ko'radigan bo'lsak, kirili so'zlar bizga berib qo'yilgan. Biz endi bu yerdagi gaplarni tuzishimiz kerak bo'ladi. Masalan, rasmga qarab gap tuzamiz. Juda ham bu sizni demak, o'ylab topish, yangi narsalar o'ylab topish qobiliyatingiz juda ham yaxshiladi. Changi chogin sengak deb aytib ketadi. Changi chogin sengak qilishni o'rganasiz. Hozir buni menga o'zbekchasi unchalik emas. Ijodkorlik qobiliyatingiz kuchayadi. Qarang bu yerda nima gap tuzishyapti bu qizga qarab. Ai moriga ongmangineyo. Bolani sochi rosa ham tartibsiz bo'lib ketibdi. Moriril chom pikka ochisiyo. Biroz sochini tarab qo'yiladi deyapti. Siz ham ana shu ko'rinishda bu yerdagi rasmlarga qarab turib gaplar tuzsangiz bo'ladi. Aynan siz qanday gaplar tuzishingiz menga juda ham qiziq. Bularni albatta hammasini chiroyli gaplar tuzib, guruhingizga tashlab, o'qib, tarjima qilib berish esingizdan chiqmasin. Davom etadigan bo'lsak, bizda yana bir mashq. Albatta bu oxirgisi. Bu yerda orttirma nisbat so'zlarimiz yozilgan. Siz bularni pastlarga qo'yib to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Topik imtihonda bilamiz, ham eshitish, yozish, o'qish, asosan mana shu yozish qismlarida gaplarni to'ldiradigan qismlari juda ham ko'p. O'qish qismida ham, ilkida ham bunday mashqlar juda ko'p. Bunday savollar juda ko'p. Shuning uchun bu mashqlarni albatta yaxshilab bajaring. Bu sizni kitobimiz topik imtihoniga zo'r natijalar olishingizga hozirdan tayyorgarlik qildirib boryapti. Buni o'qib chiqishingiz kerak. Mana O'nirin Haruchungil Sisalchari Cho'kka Yunaril Pomyonso Shiganil Ponetta. Men bugun kun bo'yi 4 yoshli jiyanim Yunani qarab vaqt o'tkazdim. Ya'ni ukasi jiyanini qarabdi. Jiyani necha yosh? 4 yosh. Kun bo'yi shu jiyani bilan vaqt o'tibdi. Xo'saye taninin onninin potong chulganalte Yunaril orinichibe qanidir so'z O'nirin Yunaga kamga kollyoso orinichibe kalsu opsokki temunida. Firmaga boradigan opam odatda ishga ketayotgan paytda Yunani bog'chaga, ya'ni bolalarni qarab turadigan joyga nimadir qiladi, topshirib qo'yadi. Mana makkida so'zni qo'yishimiz kerak. Makkinin deb odatda orinichibga topshirib qo'yardi, lekin bugun Yuna shamollab qo'ygani uchun demak orinichibga bora olmadi deyapti. Bora olmaganligi sababli bu yerga nima qo'shyapti deydigan bo'lsangiz, mana shu bora olmaganligi sababli u bugun jiyani bilan birga vaqt o'tkazdi. Tepadagi gapiga sabab beryapti. Mana men bittasini bajarib berdim. Qolganlarini siz o'zingiz o'qib chiqib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bitta so'zni bir martadan ko'p ishlatmang. Ishlatgan so'zingizni bu yerda o'chirib oling. Juda ham qiziqarli. Bunday hikoyalarni o'qishga demak siz qiziqqaningiz yaxshi, chunki topik imtihonni ilk qismida bunday hikoyalar savollari beriladigan bir nechta savollar bor. Juda ham qiziqarli bo'ladi. Davom etadigan bo'lsak, endi siz bilan tugallovchi bitta mashq beraman. Mana shu mashq bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. Bu yerda dialog berilgan. Siz dialogni o'qib chiqishingiz kerak. Juda ham qiziqarli va asosiysi hozir biz o'rgangan orttirma nisbat grammatikasi bu yerda juda ko'p ishlatilgan. Siz u orttirma nisbatini topib, chiroyli tarjima qilib, buni hammasini o'qib chiqishingiz kerak. Keyin bo'lsa ikkinchisini bu yerga qo'yib ko'rishingiz kerak. Ranglarni o'rniga. Ranglari biroz yaxshi ko'rinmayotganga o'xshayapti. Aynan mana shu qismlarda o'zgarish bo'ladigan joylari demak bor.
O'ylaymanki, bugungi darsimiz sizga tushunarli bo'ldi. Bizda men aytib o'tdim, o'zbek tilida 5 ta nisbatlar bor deb. O'zbek tilida ham mana shunday aniq nisbat, majhul nisbat, orttirma nisbat hamda o'zlik nisbati bilan birgalik nisbati ham bor. O'zlik nisbati yuvindim deysiz, ya'ni ish harakat o'zingizni ustingizda amalga oshadi. Bizda koreys tilida shunchaki sesuessoyo yokida shaoessoyo deymiz, ya'ni oddiy aniq nisbatlarga tuzilib ketiladi bizda koreys tilida. Yokida birlik nisbati sheish tarjima qilinadi odatda. Birgalikda qilinadi ish harakat. Endi bizda unda ham koreys tilida bir xil aniq nisbat ko'rinishida tuzilib ketiladi. Shuning uchun odatda nisbatlar o'rgatilganida koreys tilida 3 ta nisbat o'rganiladi. Aniq nisbat, majhul nisbat va orttirma nisbat. Albatta buni koreyscha nomlarini ham o'rganib oladigan bo'lsangiz, kitoblarni ertaga o'zingiz mustaqil takrorlayotganingizda yoki o'rganayotgan paytingizda bu narsalar sizga juda ham demak katta yordam beradi. O'ylaymanki, bugungi orttirma nisbat gapimiz sizga demak tushunarli bo'ldi. Orttirma nisbatning yana bitta qoidasini sizga qaytarib beraman. Mana shu juda ham chiroyli qoida. Buni yodlab olsangiz bo'ladi. Harakatni bajaruvchini o'zi qilmaydi. O'zi emasda, uni ta'sirida boshqa odamlar qiladi uni. Mana shu paytda orttirma nisbat ishlatamiz odatda. Albatta bu qoida esingizdan chiqmasin. Kitobingizga, daftaringizga albatta bu qoidani yozib, yodlab olishga harakat qiling. Bu yerda ham ko'radigan bo'lsangiz, o'zlari qaynashmaydi-da, ramyonni qaynatishadi. Odamlarni ta'siri ostida ramyon qaynaydi. Mana shunday ma'noda tushunishingiz kerak bu narsani. Bu endi ona tili bu. Koreys tilining ona tilisi, koreysan. Bizning ona tilida ham albatta bu narsalar bor. Biz bu gaplarni kundalik hayotda ko'p ishlatganmiz. Qaynatdim, topshirdim, to'xtatdim, lekin e'tibor bermaganmiz u so'zlar qanday kelib chiqqaniga. Mana aslida bular nisbatlar deyiladi. Aynan sizni ta'siringiz ostida boshqa odam qandaydir ishlarni qiladigan bo'lsa, unda mana shu tuzayotgan gaplarimiz orttirma nisbat gaplari hisoblanar ekan. Albatta bu qiyin mavzularni o'rganib olganingiz faqat koreys tilini o'rganganingiz uchungina sizga foydali emas. Albatta bu nisbatlarni, zamonlarni, so'z turkumlarini, asosiy tildagi narsalarni o'rganib oladigan bo'lsangiz, mavzularni bular sizni butun umrli demak bilimlaringiz kuchayishiga bir foyda beradi. Qanaqadir chet tili, ertaga ingliz tili, rus tili o'rganmoqchi bo'lganingizda ham albatta mana shu nisbatlarni, ega bilan otni, sifatni, fe'lni bir-biridan ajrata olishi, so'z turkumlarini, bundan tashqari gapni ifoda maqsadiga ko'ra turlari, so'roq gap, buyruq gap, bularning hammasi farqiga borishi sizni boshqa tillarni ham yanada oson o'rganishingizga yordam beradi. Agar siz bu narsalarni hozir koreys tilida birinchi marta o'rganib turgan bo'lsangiz, men sizni juda ham to'g'ri tushunaman. Bu juda ham qiyin hozir bu mavzular. Lekin mana shu qiyinchiliklardan o'tib ketadigan bo'lsangiz, albatta bu siz uchun juda ham oson bo'ladi. Men o'zim bu mavzularni maktabda yaxshi o'qimaganim uchun ona tilidan koreys tilida birinchi marta o'rganganman, juda ham qiyin bo'lgan. Lekin undan keyin ingliz tilida o'qigan paytimda men guruhimdagi eng kuchlilardan bo'lganman. Juda ham oson o'rganganman. Shunaqa ham osonmi ingliz tilida o'rganganman. Ya'ni albatta sizga bu qiyinchiliklarni yengib o'tishingizda juda katta natijalari, mevalari bo'ladi. Shuning uchun qiyinchiliklarda yengilib qolmang. Qiyin bo'lyaptimi, tushunmayapsizmi, ko'proq harakat qiling, o'qing, izlaning, hammasi zo'r bo'ladi. Umid qilamanki, bugungi darsimizdan siz nimadir yangi narsa o'rgandingiz, orttirma nisbat oz bo'lsa ham o'rgandingiz. Albatta gaplar tuzib, ko'proq kitoblar o'qiydigan bo'lsangiz, bu mavzular chiqqanida o'qib ko'rganingiz sari yaxshi tushunib ketasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.